24-yilgacha bo'lgan davrda eng istiqlolchilik kuchaygan payt. Ularga o'sha Badriddinovlar yoki bo'lmasa Sharipovlar, Qosimovlar emas, mana shunaqa tizim kerak edi va u tizim demak 70-yillargacha chayqalib yurdi. Savodsiz, Oliy sud sudyasi maktab bitirgan. Bugungi muhokama qilinayotgan bobolarimiz, bular haqiqiy qahramonlar. Bularning maqsadi nima bo'lgan? O'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlarni ichidan turib xalqqa dushman qilmaslikni o'ylagan bular. Surxondaryo viloyatiga tekshiruvga jo'natdim deydi. 8 ta prokuror bor ekan deydi. Bosh prokuror o'zbek deydi. Qolgan 7 tasi Yevropa millatlari vakillari deyapti. Endi butun bir viloyatni boshqaradigan kishi. Bu odam nimani amalga oshiradi? O'zi kechagacha dehqon bo'lgan bo'lsa, Boboxo'jayev. Bu bilmadim. Bir joyda yopadi, ikkinchi joydan chiqib kelaveradi. Ikkinchi joydan yopsa, uchinchi bir narsani harakatga keltiradi. Mana o'rnak. Bekor ketdimi bularning o'limi? Yo'q, bekor. Nimaga bekor ketish kerak ekan? O'shalarning sa'y harakati bilan bugun O'zbekiston degan davlat bor. Ta'kidlash o'rinliki, Sovet ittifoqida qatag'on siyosati to'lqini 3 davrga to'g'ri keladi. Birinchi bosqich 20-asrning 20-chi, ikkinchi bosqich 37-38, uchinchi bosqich 50-53 yillarni o'z ichiga olgan. Demografiya instituti direktori professor Vishnevskiy ma'lumotiga ko'ra, Sho'ro hukumati tomonidan o'tgan asrning 20-yillar oxiridan 53-yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan yoki cheklanganlarning soni 25 dan 30 milliongacha tashkil etgan. Ko'pincha bu siyosiy qatag'onlar haqida so'z borganda, yurtimizda adabiyot va san'at vakillari Munavvar Qori, Fitrat, Cho'lpon, Qodiriylar qatorida boshqa shoir va yozuvchilar tilga olingan. Holbuki Stalinning qatag'on mashinasi asosan amaldagi hukumatga zarracha bo'lsa-da xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan siyosiy elita vakillariga birinchi navbatda qaratilgan edi. Rejim shunday holatda bo'lish kerakki, bir vaqtning o'zida hamma jinoyatchi bo'ladi, davlatdagi hamma jinoyatchi. Hattoki Stalinni ham jinoyatchi deb topish, ya'ni bu rejimning xarakteri shunaqa. Deylik, eng yuqorida o'tiradigan odamni ham sodda qilib aytadigan bo'lsak, kompromati bo'ladi. Ya'ni hamma jinoyatchi, lekin bir vaqtning o'zida rejim xohlagan insonni qahramon ham qilib bilish imkoniyati bo'lishi kerak deydi. Aytishimiz mumkin, hukumatni yaxshi ko'rganlar bo'lgan o'sha paytda ham, xalq ham yaxshi ko'rgan. Bu sindrom bu. Uzurpatorga muhabbat. Bunday totalitar rejimlar G'ayrat Xo'jaga xalqni dushman sifatida ko'rsatish g'oyasi ustiga quriladi. Ya'ni xalq bu dushman, xalqni qattiq ushlab turish kerak, bular bilan hisob-kitob qilib bo'lmaydi, bularga davlatning kuchini ko'rsatib qo'yish kerak degan tafakkur. Turkiston bosib olingandan keyin 67-yilda Turkiston general gubernatorligi tashkil etilganda prokuratura tuzilish masalasi ham qo'yilgan. Lekin 87-yilgacha, ya'ni 20 yil davomida hech qanday gap so'z bo'lgan emas. Sababi imperiya uchun bu yerda unaqa qonunni himoya qiladigan shart emas edi. Bolsheviklarning munosabati qanday bo'ldi degan savol qo'ysangiz, 17-yil dekabrda mutlaq tarqatib yuborilgan va 22-yildan boshlab umuman prokuratura tiklana boshladi. 30-yillarda mana shu aynan prokuratura bilan boshlangan mojaro oxirigacha SSRda eng oxiri shakllangan idora bu 1977-yil prokuratura to'g'risidagi qonun. Deyarli umrini tugatayotgan paytda bir tizilma sifatida nima qilyapti? Nima asosida ishlagan? Ungacha 34-yildagi nizomi bor, nizomlari bor, lekin aniq prokuratura qonunsiz jamiyatda o'sha nimalar bilan boshqariladigan jamiyatga huquqni nimasi o'rni shunday bo'ladi, lekin keyin shakllangan prokuraturaning ham qilgan ishi o'zbeklar ishi. Ya'ni jazo apparatiga aylantirildi. 30-yillardan keyin, mana aynan Sharipovlardan keyin, Qosimovlardan keyin, Ahmadbek Mavlonbekovdan keyin prokuraturaning hisobotiga qarasangiz, sut sog'uvchilarning demak davlatga kelgan o'pirilishi, sinfiy dushmanni topish bo'yicha bahorgi ekin, kuzgi ekin, sug'orish ishlari, doridan foydalanish, traktordan foydalanish, maktabda o'qituvchining demak nimasi, mana prokuraturaga 100 ta vazifa qo'yapti.
bitta vazifa yo'qki, o'sha haqiqiy qonunni posbonligini qilish, jamiyatda qonuniylik, huquqiylik, ya'ni huquqni himoya qiladigan, haqiqiy vazifasini bajaradigan kimsaga yo'l qo'ymaslik. Milliy chegaralanishdan so'ng hukumat boshlig'i bo'lgan Fayzulla Xo'jayev o'z oldiga millat birdamligi va ozodligini qo'ygan holda barcha jabhalarda milliy manfaatlar himoyasi ustunligini ta'minlashga intilgan. Xususan, u davlatning tayanchi bo'lgan qonun himoyachilariga bo'lgan talabini alohida ko'rsatish mumkin. Bu borada O'zbekiston Oliy sudi raisi Sa'dulla Qosimov, Adliya xalq komissari prokuror Ahmadbek Mavlonbekovlar bilan birga O'zbekistonda huquqiy madaniyatni oshirish, sud huquq tuzumini takomillashtirish, qonuniylikni ta'minlash maqsadida prokuror nazoratini ta'minlash sohasida keng ko'lamli islohotlar boshlab yuborilgan edi. 24-yilgacha bo'lgan davrda eng istiqlolchilik kuchaygan payt. Birinchi prokuror bo'lgan odam bu Bo'taboy Dadaboyev, qizig'i, bu odam Turkiston muxtoriyatida prezidiumida o'tirgan odam. Ya'ni Turkiston muxtoriyati uchun qo'lida qurol olib kurashgan, haqiqatan ham va Turkiston uchun demak muxtoriyat uchun turgan, jonni garovga qo'ygan odam edi. Bu odamlarning orzusi nima edi? Jamiyatning huquqiy madaniyatini oshirish, jamiyatning o'sha davlatga bo'lgan ishonchini, bu demak har qanday holatda, har qanday mafkurada ham davlat fuqaro himoyalangan, huquq ta'minlangan jamiyat qurish ularning asl maqsadida. Haqiqatan ham xalq sezadi o'sha tuzilma haqiqatan ham xalqqa ishlayotgan bo'lsa, xalq uni bolalarcha muhabbati bilan o'shani nima qiladi? Sof adolat, sof o'sha qonuniylik hukmron bo'lgan bir jamiyatni orzu qilyapti va bu gap Yansingacha boryapti. Ya'ni Moskvadan chaqirib olib Samarqandga o'tirg'izib qo'yib dars bermoqchi bo'lyapti. O'sha Moskvaga xat yozyapti, xatda ham tenglik bor. Bu yerda tenglik, o'rtoq deb murojaat qilyapti. Kelib ishonamizki, siz kelib o'tirib ko'rasiz vaziyatni. Bizni xulosalarimizda o'tirgan holatingizda eshitasiz. Demak, u odamlarda juda katta bir talab ham bor edi-da, yurakdan tashqari ilm ham bor edi. Eng qizig'i, qarang, 28-yil 9-dekabrda Badriddin Sharipovni olyapti. Martda 29-yil Qosimovni olyapti. Qosimovdan keyin apil-tapil Munavvar qoriga o'tyapti. Va o'sha bilan katta qirg'inni boshlab yuboryapti. Bu 38-yilgacha davom etyapti. Xulosasi shundan iborat bo'ladiki, oldin huquqni yo'q qilib olib, keyin diktaturani boshlayapti. Ularning qo'ygan talablari, Sovet davlatiga qo'ygan talablari jiddiy edi. Sovet davlati ham jiddiy bolta bilan chopib tashladi boshini. Qatag'onning eng avj olgan pallasi 37-yil avgustidan 38-yil yanvargacha, ya'ni 5 oy mobaynida 10.700 kishi qamoqqa olingan. Bulardan 3.613 kishi otib tashlangan bo'lsa, qolgan 7.087 kishi 8 yildan 10 yilga qamalgan. Bu Qatag'on siyosati birinchi navbatda huquqni muhofaza etuvchi idoralardan boshlanib, siyosiy elita, ziyoli va din peshvolarini ham qamrab olgan. Xususan, huquq posbonlarini obro'sizlantirish maqsadida bir qator guruhlar o'ylab topilgan. Jumladan Qosimovchilar, Inog'omovchilar, 18-chilar guruhi kabi aynan siyosiy elita va rahbar xodimlarga qarshi ochilgan uyushgan jinoiy ishlar shular jumlasidan edi. Sovet davlati o'sha Qosimovlardan keyin Ahmadbek Mavlonbekov, Badriddin Shariflardan keyin qaytib prokuraturada huquqni himoya qiladigan, haqiqiy vazifasini bajaradigan kimsaga yo'l qo'ymaslik. 160 ga yaqin narkomius a'zolarining ichida u Ahmadbek Mavlonbekovning bir xulosasi bor, xulosasi emas, hisoboti bor. Mana deydi, Surxondaryo viloyatiga tekshiruvga jo'natdim deydi. 8 ta prokuror bor ekan deydi. Bosh prokuror o'zbek deydi. Bu 28-yil, ya'ni 6 oy oldin shu sohaga kirgan oddiy bir dehqon ekan, maktabda o'qigan ekan. 3 oylik kursni bitirib bir viloyatning bosh prokurori bo'lyapti. Qolgan 7 tasi Yevropa millatlari vakillari deyapti. Endi butun bir viloyatni boshqaradigan kishi. Bu odam nimani amalga oshiradi? O'zi kechagacha dehqon bo'lgan bo'lsa, Boboxo'jayev. Aynan Qosimovchilar guruhi ishi bu 29-30-yillarda Sovetlar tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi idoralarda faoliyat olib borayotgan milliy kadrlarni yo'q qilish borasidagi uydirma edi.
Bu bo'yicha o'tkazilgan sud jarayoni deyarli yarim yil davom etib, juda katta shov-shuv bilan o'tkazilgan hamda dastlab barcha ayblanuvchilarga o'lim jazosini qo'llash talab qilingan edi. Shneydlinning 35-yildagi hisoboti bilan Ahmadbek Mavlonbekovning hisoboti 27-yildagi hisoboti. Shneydlin aytayapti, U kim odam? O'zbekiston prokurori, bularni yo'q qilgandan keyingi O'zbekiston bosh prokurori hisobotda shunday beryaptiki, xullas Fayzullo Xo'jayev talab qilgan 5-marta o'zbeklashtirish bo'yicha Norcom Yustni tekshirib ko'ryapti-da, qanaqasiga sizlar bizni davlatimizda 80% o'ris o'zbek tilini bilmas ekan-ku deyapti. Jur'atan bo'lgani ekan bular. Qarayman. Bularni nima bunday desa, bu aytayaptiki, bo'ldi biz hamma o'zbek tilini o'rgatamiz deb Sodiqov degan bitta o'qituvchini olib kelyapti Narkomprosdan. 90 ta bola o'qiydi deydi. 25 tasi qabul hal davom etyapti deydi. Faqat demak tanlab olgan. Bu institutga kirish uchun albatta uning otasi ishchi, onasi malay bo'lganmi, ana boylarning hamma yozuvchilarimizning xotirasini eslab ko'ring, 70-yillarda chiqqan kitobdan onam boylarning uyida kir yuvar edi. Otam demak mardikorning demak shu batrak edi. 1 gram yerimiz yo'q edi. Bizlar nihoyatda qashshoq edik deb boshlaydi, keyin u ministr bo'ladi. U o'zlariga nima to'qib chiqarganda shunaqa va o'shanaqalarni olib o'qishga kiritgan. O'qitish 3 oy va 120 tani 60 ta prokuror, 60 ta sudya tayyorlaymiz deyapti. Lekin deyapti, bizani maxsus binomiz yo'q. U qanaqa mutaxassis bo'ladi, u nimani o'rganadi va u aytayapti, birorta darslik yo'q, birorta o'qituvchi yo'q, o'zim dars beryapman deyapti. O'zbekiston bosh prokurori borib yotoqxonaga bolaga dars beradimi? Tabiiyki qog'ozda. Demak, hech narsani, ya'ni o'ta savodsizlashtirish natijasida mana shunaqa bir nima endi ularning shogirdi, undan prokuraturani unda bir sharaf bormiki, unda bir sohani tushunish bormiki, u qanday maktabni vujudga keltiradi. U demak gap tekizmaslik uchun har ishni qilib yuravergan. O'zini nima kimligini bilmagan odamlar. Shundan keyin demak bularga o'sha Badriddinovlar yoki bo'lmasa Sharipovlar, Qosimovlar emas, mana shunaqa tizim kerak edi va u tizim demak 70-yillargacha chayqalib yurdi. Savodsiz, Oliy sud sudyasi maktab bitirgan. Qatag'on siyosatining eng yuqori cho'qqisiga chiqqan nuqtasi 37-38-yillarga to'g'ri keladi. Bunda O'zbekiston SSRda bir qator yirik aksil inqilobiy tuzilmalar tashkil etilgani haqida soxta ma'lumotlar to'planib, shu asosida respublika rahbarlari Akmal Ikromov va Fayzullo Xo'jayev boshchiligidagi Sovet hokimiyatiga qarshi faoliyat yuritganlikda ayblanishadi va buning natijasida 43 mingdan ziyod turli tabaqa vakillari qamoqqa olinadi. 37 ming nafari esa turli muddatga qamoq va surgunga hukm etiladi. Ulardan 6920 nafari otib tashlanadi.